inshaalloh. Oy rahmat. Kayfiyatingni yaxshi qilgin, xo'pmi buni? Oting ham o'zingga munosib ekan, iloyim mana shu otingga munosib bo'lib. Prezident maktabga harakat qilayotganda og'riq qolgan. Buni niyatlar juda katta-da. Planlar juda ko'p. Xudo xolasa, mana shu transplantatsiyalarni o'tkazib olsak, transplantatsiyadan o'tganingdan keyin sen yozib ol. Men buni prezident maktabiga ekzamen kirgizaman. Yozib qo'yaman. O'zingiz maktabda ochib ketgan Ziroatayamizga ham katta rahmat. Balki ham kirdik, faxrli unvonlar berishingizga hammalari yaxshi ko'rishadi. Tushunam xabar olishadi. Hattoki istimalar yotganimizda ham xabar chiqib ketishdilar. Rahmat, tanjonlari sog' bo'lgin. Kayfiyatlaringni yaxshi qilgin. Bitta narsa, faqat umiding yaxshi bo'lsa, niyating yaxshi bo'lsa, Xudo xolasa prezident maktablarida o'qib, jonajon vatanimizda, yangi O'zbekistonda kelajaksan. Men bunga ishonaman. Xo'pmi? Ota-onangni qanday niyat qilgan bo'lsa, men ham shunday senga niyat qilaman, shunday qayg'uraman, shunday qiynalaman. Nimaga hamma narsa qo'limizdan kelgan narsa sizlarni davolanish qo'limizdan kelmaydi ekanmi deb men bularni qiynab bugun o'zim kelganimda maqsadim shu. Kelishdikmi? Iloyim yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yaxshi niyatlaring amalga oshsin. Prezident maktabida albatta o'qiysan. Inshaalloh. Xo'pmi? Mayli.